3 oy yoz degani, bu degani 3 oy qulchilik degani. Biz odam emas, qul biz. Voy, senlar mol desam, mol hapa bo'ladi, nima O'smani uzib olishding? O'smi? Nima edi O'smi? Qancha qo'shga qo'ysa bo'lardi. Mo'yam O'smani? Yo'qal. Shu qilganingga ikkalingga ham o'sma qo'yaman. Cho'sh oldimga. Asha eski ko'rpadan paxta olib kelinglar, qoshimizga o'sma qo'yamiz. Fu, bu dezinfeksiya qilinmagan-ku. Qara, birinchi senga qo'ysalar hech narsa qilmasa, keyin menga qo'yadilar. O'sma ota-bobolarimizdan qolgan tabiiy makiyaj, qoshni qalinlashtirib, qoraytirib beradi. Hozir 21-asr-ku, O'sma nima kerak? Gugurt chaqib, keyin paxtani shunaqa qilib chiroyli qilib o'raymiz mana. Hozir shunda qo'yasizmi? Конечно, mana bunda qo'yadi. Texnologiya. Texnologiya emas, mana bunda qiladi. Keyin mana bunda aqa-baqa qiladi. Qosh o'rtasi o'sadi. Manaqa kerak endi. Sizlarni bilmadimmi? Meni hali qoshim o'zimga kerak. Manaqa qiz. Qiz dedi, между прочим, qiz emas. Manaqa kelsan qolding. Hech qanaqa o'sma qo'ymayman. O'smani taniydiganlar, sizlar necha yoshdasizlar?